Assalomu alaykum. Men Saidov Sherali Obidovich, lor shifokoriman. Toshkent pediatriya tibbiyot institutini 2006-yilda tamomlaganman. Tibbiyot sohasidagi faoliyatimni terapiya yo'nalishi bo'yicha ichki ishlar tizimida boshlab, keyinchalik 2011-13-yillarda Buxoro davlat tibbiyot institutini otolaringologiya kafedrasida klinik ordinaturani tamomlaganman. Kasbiy tajribamni orttirish maqsadida oxirgi yillarda arab davlatlaridan biri Yaman davlatida bir necha yillar davomida xususiy klinikada lor shifokori sifatida faoliyat yuritdim. Hozirgi kunda Buxoro shahrida joylashgan Dr. Lormed klinikasini asoschisi va rahbariman. Klinikamiz zamonaviy lor kombayn uskunasi bilan jihozlangan bo'lib, kattalar va bolalarda uchraydigan quloq, burun, tomoq kasalliklarini erta tashxis qo'yish va samarali davolash imkoniyatini beradi. Shuningdek, klinikamizda pediatr konsultatsiyasi, fizioterapiya muolajalari, kunduzgi statsionar muolaja xonalari mavjud bo'lib, bemorlarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. Ayni paytda Dr. Lormed klinikasi hamda Erkin nafas klinikasi o'rtasida laboratoriya xizmati ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, bemorlardan shu yerning o'zida turli qon tahlillarini olamiz va qisqa muddat ichida elektron shaklda ularga taqdim etiladi.